Ayapa o'zini siz tursiz varasizlar. Sal beriroq turib turing, ko'rsatib yuboray. Voy. Berunida bir dana shunday aypam bor, shunday san'at asarini o'zi chizatag'in. Hozir ko'chaga chiqarib olib chiqib qo'yibmiz, yaqtida bir yaxshiroq ko'rinsin deb. Va Berunida nerda, Dualda ya boshqa yerlarda, bu yoqda parkovka tarafida rasmlarning hammasini shu aypam chizgan. Bu sad aypam. Qaraqchi bitsanchi ham siz chizgansiz, to'g'rimi? Yana nelarga? Rasmlarni ham chizaman. Agar bo'lishim bu meros bo'lib qoladi. Oilangizga meros bo'lib qoladi. Qanday rasm chizdirsangiz. Menimcha eng zo'r sovg'alardan birisi. Yaqiningizning shunday rasmini aytasiz, necha kunda chizib berasiz? Haftada 10 kun, Hafta 10 kunda chizib berasiz, polni, to'g'rimi? Pastda nomeringizni ham qo'yib qo'yamiz, Instagramingizni ham qo'yib qo'yamiz. O'tib bemalol murojaat etsangiz bo'ladi. Uyning ichini, banisa, maktab, любой xohlagan ofisingizga ham xohlagan turdagi rasmlarda chizdirishingiz mumkin. Va bu ko'p vaqt talab etilgandan yarasa, ko'p vaqt o'zining go'zalligini yo'qotmaydi. 1000 yil, 2000 yillab ham turadi va meros bo'lib qoladi. Yaxshi bir xotira, yaxshi bir ish.